Mana bu manzaraga boqib ko'z to'ymaydi. Haqiqiy bahor manzaralari. Yigitlar, mana bu manzarani qaranglar. Maşallah. Maşallah. 2026-yil 29-mart Go'ssoy vodiysi. Havo harorati taxminan 10 daraja atrofida va biz bugungi safarni boshladik. Ajoyib bir joy ekan. Ko'm-ko'kkina yomg'ir yog'ishni boshladi. Fahrim aka, nima qilyapsiz? Avtobus kutyapman. Kutavering, 2080-yilda xudo xolisa avtobus o'tashadi. Yaxshi qoling. Go'shtsoy vodiysiga allaqachon bahor kirib kelgan. Pastdagi suv bo'yidagi joylar ko'm-ko'k bo'lgan. Atrofda yovvoyi pistalarni gullaganini ko'rish mumkin. Dengiz sathidan 1300 metr balandlikda. Agar eshitilayotgan bo'lsa, qushlarning ovozini ko'rish mumkin. Bu yerda cho'ponlar o'zlariga dala hovlilar qilishgan. Naryoqda fermalar bor. Ajoyib joylar. Qushlarning go'zal ovozini eshiting. Bu joylarni mazzaligini qarang. Subhanalloh. Do'stlar, esingizda bo'lsa, bu joylarga 2 oy oldin kelgandik. O'shanda mana shu ketayotgan joylarimiz tizzagacha, tepa desa belgacha, undan teparoqda to bo'yingacha qorga botgandik. Hozir esa ayni bahor, go'zal, atrof ko'm-ko'k va mayin yomg'ir yog'moqda va mana shu mayillik og'ushida asta yana cho'qqiga qarab ko'tarilib ketyapmiz. Faxrdan kam faoliyat bilan band. To'g'ri esa yashil vodiylar. Tepada yana cho'ponlarning uylari. Pastda soy. Xormanglar endi yigitlar. Mazzami? Faxrin aka, plashlar zo'r-yu, ha? Mana kichik bir sharshara. Kimga 2? Yomg'irda agar yomg'ir po'shila yo'q bo'lsa, mana shunday qutqaruv nimalardan foydalanishingiz mumkin? Falgalarida. Sotilyapti 30 ming so'mdan donasi. Faxrin aka, kayfiyatlar qalay? Zo'r. Bahoriy kayfiyat. Mana bu yomg'ir rosa yoqib turibdi hozir. O Davronbek, nimani hadyapsiz, nima bo'lsa bu? Kiygot chiqdi aka. Yangi kiygot. Oh, mazza. Mana shu kiygot. Mazza.
Mazza. Fahrimni aka, charchab qolmayapsizmi? Yo'q, xudoga shukr, yaxshi kelyapman. O'rambek, bu nima bo'lsa buni kovlanganda? Ha, buni to'ng'iz kovlagan aka. Yo'q. To'ng'izlar. To'da bo'lib. Ha, to'ng'izlar nimanidir qidirsa kerak-da shuning ichidan. Hasharot qidirib yesa kerak. Mana shunday ko'm-ko'k joylarda mana kovlangan joylar bor. Shuni to'ng'iz kovlagan. Nimadir qidirganda. Faxriddin aka, quyosh chiqsa bu yerlar qanchalik go'zal bo'lishini tasavvur qilyapsizmi? Atrofda archazor, ko'm-ko'k maydonlar. Hozir ham mazza. Men hozir ham ko'ryapman-da o'sha go'zallikni. Mashalloh. Nima piyozi bor? Ha, o'sha piyozni kovlab yerkan. Ha. Suv chiqib, moy chiqib. Demak, mana bu o'simliklarni piyozini to'ng'izlar kovlab yerkan. Do'stlar, bugungi sayohatimiz g'oyatda go'zal kechyapti, o'ziga xos. Ha. Juda bir mazza. Yoqimli yomg'ir. Mashalloh, haqiqatda yoqimli. Sovuq yo'q. Mana bu eng mazasi nima deymi, aytaymi? Eng mazasi mana shu o'tlardan, mana shu yangi chiqqan mana shu giyohlardan chiqayotgan muattar hid shu qadar odamni mast qilyaptiki, asti qo'yaverasiz. Mashalloh. Chiqinglar. Yomg'irda ham go'zal bo'ladi safarlar. Dengiz sathidan 1600 metr balandlik. Bulutlarning ayrim qismlari pastda qoldi mana. Hop, pastda uchib yuribdi. Mashalloh. Fahriddin aka, mazza. Subhanalloh. Mana manzarani qaranglar. Biz ostimizda bulutlar o'ynab yuribdi. Cho'qqiga chiqqanimizgacha bulutlar yanada ostimizda bo'ladi. Mana atrof, hop, biz chiqqan joylar bulutlar ostida qoldi. Do'stlar, bunday havoda sayr qilishning ham o'zgacha gashti bor. G'oyatda go'zal manzaralar qarshingizdan chiqadi. Mana hozir bulutlar orasidan biroz chiqdik. Bulutlar ostimizda qoldi. Tepamizda ham bulutlar bor. Mana shunday. Ya'ni yomg'ir bo'lsa-da o'ziga xos gashti, tarovati bor. Ayniqsa bu joylarda mana shu atrofda o'sib yotgan o'simliklardan chiqayotgan go'zal bir hidlar odamni mast qiladi. Mana bu archazorlar orasidagi yo'l esa haqiqiy ertaklarnikidan aslo qolishmaydi. Yigitlar, yomg'ir yog'sa ham chiqish kerak. Yomg'irning ham o'ziga xos bir gashti, tarovati bor. Ayni paytda dengiz sathidan 1700 metr balandlikdamiz. Hozir mana shu archalar orasidan o'tib, asta manzilimiz Toshtepa, Cho'qqiz tomon ko'tarilib bormoqdamiz. Mashalloh. Alhamdulillah. Bulutlar asta chekinib, havo ochilyapti. Dengiz sathidan 1750 metr balandlik, cho'qqigacha 250 metr balandlik va 2 kilometr masofa qoldi. Go'zal tog' lolalari ham yomg'irda bekinib olishibdi. Atrof mana bu yer hammasi lolazor va archazor. Mashalloh. Mana bu yerdan uchib o'tayotgan parlar, bulut parlari ko'rinyaptimi yo'qmi bilmayman, lekin buni ostida sayr qilish g'oyatda mazali. Bu nimani eslatadi bilasizmi? Haligi issiq hammomni issiqxonasiga kirib turib, suvni bitta sepsangiz parlanib chiqadi-ku, xuddi shunaqa. Mana bu tomondan shamol uchirib parlani bu tomonga haydayapti bulutlar yani. Mana bu yerda anchagina qalin qor qatlami qolib ketgan, ya'ni shamollar uchirib mana shu yerga to'plagan, hali erimagan. Dengiz sathidan 2025 metr balandlik. Afsus, mana bu
bahoriy go'zallikdan to'liq bahramand bo'lishga imkoni yo'q, lekin biz ko'zimiz bilan bahramand bo'lyapmiz. Kameraga ko'rsatishga imkoni yo'q. Cho'qqigacha juda oz masofa qoldi. Shu cho'qqiga ketadigan yo'lni ko'rinishi ham g'oyatda go'zal. Ana shu yerda cho'qqimiz. Ana sherigim havo ochilganida, havo ochilib mana cho'qqimiz ko'ringanidan o'z hayratini yashirmayapti. Mana bulutlarning harakatini qarang, yurishini. Mana shunaqa balandliklarga chiqsanglar, bulutlar sizlarning ostinglardan mana shunaqa qilib yurib o'tadi. Alloh alloh. Alhamdulillah. G'oyatda go'zal manzaralar. Mashalloh. Mana bu go'zallikni qarang. Bulutlarning o'ynashini qarang. Yurishini qarang. Alloh alloh. Bir tomonda bahor. Bir tomonda biz. Mashalloh taala. G'oyatda go'zal. Bu tomonlar ham ochilgan. Bu tomonda ham bulutlarning raqsini tomosha qilish mumkin. Bulutlar biz oldimizdan uchib narigi tomonga o'tib ketdi. Mana bu manzarani qarang. Subhanalloh. Alloh alloh. Toqqa chiqmasang do'lona qayda degandek, mana bulutlarning orasidan o'tib, bulutlarning tepasiga chiqib oldik va bulutlarning tepasidan ko'rinadigan manzara mana shunday. Mashalloh. Bulutlar o'ynab o'tsa. Mana bu tomondagi bulutlarning harakatini qarang. Xuddi kaftingizda turgandek tezda harakat qilyapti. Toshtepa cho'qqisi. Ohangaron. Labbek gapiring. Mashina saydabku, tagidan shamol esib tursin deydi-ku. Biz tagimizdan bulut o'tib tursin. Bulut o'tib tursin-da. Par o'tib tursin, bulut o'tib tursin. Mashalloh aka. Rasmga olyapsizmi? Ko'zlar to'ymayapti. Yigitlar, shunday manzaralardan qoldinglar. Mashalloh. Mana bu qarang. Alloh alloh. Yigitlar, mana bu manzarani qaranglar. Mashalloh. Mashalloh.
tepada shamol bor, biroz balki ovozi eshitishga yaqinroq gapiraman. Toshtepa cho'qqisiga mana cho'qqini bildiruvchi belgi yetib keldik. Fahrim akam bilan. Atrofni go'zalligiga umuman ta'rifni iloji yo'q. Mashalloh. Bulutlar ostimizda qolib g'oyatda mana shunday joyda shamoldan pana qilib hozir tushlik qilamiz endi. Qani. Yo, hammasi joyida aka. Hammasi joyida. Qarang, qanaqa bir go'zal joyga joylashib olganmiz. Davronbek, Fahriddin aka, mana shu gulni oldirib o'tirib, choy ichganmiz hech. gulmisiz, rayhonmisiz, sumbulmisiz-da? Oldimizda oyoqlarimizda gullar. Mana, mashalloh. Mashalloh mana. Fahriddin akam bilan mana shu archani ostida shamoldan va yomg'irdan panalab hozir tushlik qilamiz va so'ng orqaga yo'lni davom ettiramiz. Ortadagi baland tog'larni bu tomonda hali tumanda kelayotgan yo'limiz ko'rinmaganda biz mana shu joylardan keldik. Mana shu tepalikka chiqib, keyin chap tarafga qarab ketamiz. Bulutlar bilan oshishda bo'lib ketgan Chotqol tizmasini baland 3000 metrdan baland cho'qqilari, orqada katta Chimyon, Qizilnura, Egar cho'qqilari. Mana bu to'g'rida esa Boboytog' cho'qqisi. Ham bir katta ne'mat ekan, qarang. Joylarni ko'rolmay ketibmiz, qarang. Go'zal joylar. Qanaqa go'zal joylardan chiqib kelganmiz. Fahriddin aka, Ohoy. go'zal-ku bu yog'i. Va mashalloh. Subhanalloh. Subhanalloh. Fahriddin aka, Hey, qalay endi? zo'r-ku, mazza-ku.
Bizga mazasi. Manzarani qarang. Mana shu qirra ustidan pastga tushishimiz kerak. Asta pastga tushib boryapmiz. Hozir shu qadar bir mayin yomg'ir yog'yaptiki, Alloh Alloh. Xuddaligi yuzingizni siypalab, qitiqlab, haligi insonni bahri dilini ochiradigan yomg'ir yog'yapti. Atrofni go'zalligi, ko'm-ko'kligi, mashalloh. Kelinglar. Mashalloh, mana bu gullagan yovvoyi pista daraxtlari. Pastda ham gullagan nihollar. Mana bu tarafda ham olma gullabdi. Mana. Mashalloh. Yomg'irdan qo'rqqan qo'ziqorin tergani bormas degandek, mana yomg'irdan keyin chiqqan qo'ziqorinlarni qarang. Kattagina bu yoqda ham bor. Yesa bo'ladimi yo'qmi bilmayman, lekin buni bilish kerak. G'oyatda go'zal bahorgi so'qmoqlar. O'ng tomoniga qarasang ham, chap tomoniga qarasang ham anvoyi gullarni ko'rasan. Mazza qilib ularni iforidan bahra olasan. Subhanalloh, tavsiya qilaman. Yigitlar, bahor g'animat. Chiqib olinglar. Pastda daraxtlar ham gullagan. Cho'ponlar makoniga ham yaqinlashib qoldik. Hozir juda yashnagan payt. Mana quyosh ham chiqdi. Mashalloh. Bugun har bir faslni ko'radigan bo'ldik. Qishni ko'rdik, bahorni ko'rdik va mana yoz. Mana bu manzaraga boqib ko'z to'ymaydi. Haqiqiy bahor manzaralari. Voh. Go'zal. Mashalloh. Chiroyli gullaganini qarang. Pastda esa Go'ssoy daryosining irmoqlaridan biri. Ajoyib yong'oqzor bor ekan bu yerda. Bu tomonda ham turli daraxt bog'lari va musaffo osmonimiz. Ertalab biz ko'ra olmagan musaffo osmon. To'g'rida Qurama tizmasini baland tog'lari ko'rinmoqda. Bu tog'lar hozir Tojikiston hududida. Biz esa asta qaytmoqdamiz. Go'shtsoy vodiysi. Bu yoqda Go'shtsoy
soya oqib bormoqda. Bu tarafdan ham alohida ariq qilishgan. Mana shu ariq bilan qishloqqa qarab suv ketadi. Marshrutning so'ngiga ham yetib keldik. Jami 18,73 kilometr yurdik va 1200 metr elevation. Endi Toychoq bilan Toshkentga qarab ketamiz.